Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlarga yana bitta o'ta go'zal bo'lgan, xudo xolasa high-tech fasonda ishlangan mebellarimizni obzorini boshlaymiz. Xudo xolasa shkaflardan boshlaydigan bo'lsak, uzunligi 240 cm, balandligi 210 cm ishlangan ushbu modelimiz. Shkaflari 6 eshikli qilib ishlangan, 3 ga bo'linadigan variantda. Ichki ko'rinishlari ham shu ko'rinishda. Erkaklarimiz uchun dazmollangan kiyimlarga sushilkalari bor. Xudo xolasa bemalol foydalanishi mumkin. O'rta qismlariga keladigan bo'lsak, xudo xolasa ichlari keng qilib ishlangan, mana polkalari bilan jihozlangan. Ishlaridan ham o'ta neobishli hidlar ham kelib turibdi, ishni o'zi zo'rligida. Ushbu tomonimiz ayollarimiz uchun jihozlangan. Ayollarimiz asosan pulni to'plagani uchun ayollar tarafga seyflarni qo'yilgan, xudo xolasa. Bu modelimizda skromli tyrimosiga keladigan bo'lsak, tyrimosimiz razmerlari uzunligi 1.30 cm, balandligi 1.90 cm bo'ladi. Ushbu dumaloq oynalari ham ichida bonus bo'ladi, hamda bu oynamiz ham sensorli oyna, 3 xil podsvetkalari bor. Ushbu modelimiz 100% davchilik mexanizm bilan jihozlangan, tortmalari ham mana o'zi tortadigan polni davchilik mexanizmlari bilan jihozlangan, 100% PVH kromka, ya'ni yevro kromka qilingan. Ushbu modelda spanilariga keladigan bo'lsak, spinkalari ham mana tumbadan tumbichkaga doğru 275 joyda egallaydi. Tumbalari ham ajraladi. Tumbadan tashqari holatda 180 joyga tushadi bosh tarafimiz. Matras razmerlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 220, eniga 170 cm hisoblanadi. Ikki taraflamali ixtiyor tepet prujina matraslarimiz ham 3 yillik garantiya talonlari ham beriladi. Ushbu modelimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, xudo xolasa videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Ushbu modelimiz vodiy bo'ylab dastavka ustanovkalari bilan 7 million 600 ming so'mdan dastavka ustanovkalari 150 kilometrga besplatni. Vodiydan tashqari holatda Voha hamda Toshkentdan chiqadigan klientlarimiz uchun dastavkalarimizni 50 ga 50 qilgan holatda kelishtirib chiqarib beramiz, xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmay, bundan qiziq mebellarimizni baholasa yanada afzallanib qo'yishda davom etamiz, xudo xolasa.